Xullas yangilikni aytib ber, men reklama olishni boshladim. Bitta reklama narxi 500 ming rubllar. Bir so'm pasi yo'q. Telefon qilib bezor qilmanglar. Necha tushib bering, necha skidka qilib bering deb. To'g'ri 58 ta obunachi bor edi, 56 ta qoldi. Ikkitasi nimagadir qizg'anib olib ketdi o'zi bilan birga. 60 ga qilganida 60 ga qilishdi, короче. Bilmayman, reklama datillarmidi ekan, oddiy odammidi ekan, bilmayman kim edi ekan. Xullas kalom. Shuni o'zlari bilan birga olib ketishdi. Ana shu ikkita obunachini deb hozir endi arzonroq aytyapmiz hozir. Yana 58 ta bo'lib qolsa $7000 deb olaman. Xohlasa bersin reklama, xohlasa bermasin. O reklama beraman deb normalniy anaqa istab yurgan skoriy ketyapti mana. Kimnidir yuragi ushlab qoldi narxni eshitib. Reklama berishim kerak edi deyotgan bo'lsa, biz shunday tashlab berasizlar. Bizga aloqaga chiqaveradi. Bizda 56 ta rosakam haqiqiy bu hayotda yashab yurgan insonlar. Odamlarda bot ekan. Uni ham videolari chiqadi. Obunachi yo'q ekan ular. Hammasi bot qilib olgan ekan. Primoy efirda ham botlar o'tirar ekan. Bilmayman, bizda odamlar o'tiradi. Hali primoy efir qilganimiz yo'q lekin. Primoy efir qilsak bitta odam kirib chiqib ketdi, короче. Zerikib ketdim, bilmayman. Endi bir kishiga nimani ham gapirib beraman. 10 kishi, 15 kishi o'zi yana gapirasa, to'g'rimi? Sog' bo'lasizlar.